Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana shu blogimiz haqida mavzu ketadi. Xullas, qanday paydo bo'lganini qisqachagina mana tog'alarimizdan bir xulosa olamiz. Hozir mana akamiz bilan birga suvga kelganda, nima beryapsiz? Xullas, mana bog'lardan bir shu yerda xalqidan bir so'rab ko'ramiz qanday paydo bo'lganligini. Yo'q, shunchalik yashaydi. Assalomu alaykum, bog' qanday? Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshi. Zo'rmi? Kelib qolingizlar, mana. Keling. Bog' ko'rayotgan bo'lsangiz, shu haqida sal anaqalar bo'lyapti, qiziq so'rayapti. Bu qanday, nimaga foyda, qayerda bu deb so'rayapti. Endi men ham to'liq bir ma'lumot bera olmayapman. Qayerda bu qishloq, qayerga joylashgan, mahallalarning nomi nima? Hozir Uzun rayon mehnat mahallasida yashaymiz, mehnatga qaraymiz. O'zim 59-yildan beri, mana 59-yil shu yerda tug'ilgan bo'lsam, 59-yildan beri bilaman bu yer shariatini. 30-35 xo'jalik yashar edik. Hozir 10 xo'jalik bo'lib qoldik. Suv yaqin orada chiqdi bu suv. Mana yerda qolsang suv chiqib yotar edi. Naraqda albatta qudug'imiz bor edi. Shundan eshaklar toshib ichib yotardi xalqimiz. Xalqim obati ichib yotdi. Bu yoq Qashqadaryo, Qumqo'rg'on, Jorqo'rg'onlardan kelyapti. Sahra har turi, sahrni turiga to'g'ri kelganini mana yaxshi ko'ryapti. Yaxshi bo'lib ketdim deb xursand bo'lib odamlar olib ketgani bor. Bir xillarga yoqqan yo'q sahrman deyapti. Bir xillarda shunday to'g'ri kelganlar xursand bo'lib ketyapti. Mana Burunda Gimalaylar borlar, ko'p Burunda choyi ham mana yaxshi bo'lib ketgan joylari bor. Xalqimiz toshyapti, biz mol so'rayapmiz, bizga bexatir. Uzoqdan kelganlarga juda qadrli suv. Hali oldingdan oqqan suvdir qadri yo'q. Qadri yo'qdi. Mana shu traktor pochka menda bor. Men shu kopayt to'ldirib ketsam, 3 oy to'ralarga suv qolib ketsa, pochkaning zangini to'g'ri saralkaga o'xshab quyuqlashib qoladi. Suv ichib bo'lmaydi-ki. Issig'ida ichsangiz shu suyagingiz yengillashib, oyoq og'riq, bel og'riq, shu sahr, davlinalarga yaxshi deb eshitamiz. Odamlar foydalanib yotdi suvdan. Pochkani zangini to'kaveradi. Zangini to'kaveradi pochkaning. Men o'zim ishim tushgan, menda pochka ham bor, traktor ham bor, to'ldirib olib boraman. Suvim ko'p vaqt ichilmay qolganligi ichib bo'lmay qoladi. Zangini to'kib yuborib, qandaydir quyuqlashib qoladi. Shunday xususiyati bor. Lekin boshida kelsangiz, suv juda tiniq, yoqimli odamlarga. Kasalimiz kam, juda yoqib shu pastlarga toshib. Ayniqsa mana Baxtiyor doktor Og'asaradan shu ko'p toshiydi. Men doktorman deydi, 70% foydasi bor deydi. So'ng molimiz ichadi, ozroq suv ichsam, ichmasam o'lib qolaman deydi. Avvalsa olib ketib deb qo'yamiz doktor. Shu doktorlar ham toshyapti. Bu qanday paydo bo'lgan bu suv? Bu suv avvalo shu yerda 1900-yilda Narman tug'ilganimizdagi bolalar aytar, shunday quduqida qozon to'nkarib, eskini odamlar ko'm tashab ketgan. Deyarli bir kechada bir Chorvoy degan odamlar oldimda yigit bilan keldik, mana yerdan suv tobadan joriy chiqib turgan ekan. Ichi ko'zi chuchugana chiqdi. O'zat xolta qilib, xoltani to'rpaga to'ldirib, vanna qildi. Nariyog'i bir 60 litr, 80 litr suv jiylatan qilib, turbani shunday qo'yib, bunday varit qilib, teshib suv chiqarib qo'ydik. Shundan beri xalqimiz ishi yotdi. Foyda bo'lgani shu. Undan ziyod olmaydi. Soratan ham qurimaydi bu. Qish ham qurib, qishda ko'paymaydi ham. Baharda ham ko'paymaydi. Soratanda ozaymaydi ham. Boshqa buloqlarimiz qurib qoladi. Bu bir yil olib turadi. Bir kechada 2 tonnani to'ldiradi. Shu pochkalarni to'ldirib tashlaydi bir kechada. Shu uchun foydalanib yotibmiz. Uzoqdan kelganlar foydasi bor, ichib ketyapti. Biz uzoqdagilar ko'p foydalanib ketyapti. Nechanchi yil bo'ldi chor? Bular paydo bo'ldi. 2010-yili avgust oyida mana shu yer ko'chdi. Yer ko'chgandan keyin shu mana yerda palak egilgan edi. Shu biz molga mol o'tyapti, palaka deb shuni kelib xabar olsak, keyin buni yer ko'chib kelayotgan edi. Mana shu yerda o'tirib, shu bir 20 metr narida o'tirib tomosha qilib turdik. Aqib qo'ydik-da. Qishloqda obati uchun shu bochkani aqib shu yerga qo'yib qo'ydik. Qarasiz, zambur uyingiz qarorlarchidan so'ragan ekan. Degan ochib, asab ko'rib ko'rsak suv kelyapti shu qildi. 4 kunda to'prog'ini oldik. Shu bochkani olib keyin qo'ydik, buni tozalab. Qo'ygandan keyin mana shu suv chiqib turibdi-da. Keyin mana Jidabuloqda Mamad Aliyev degan eshitchimiz bo'yicha bir kelini mazasi qochadi, shu yerdan yo'lga ichib ketgani suv olganda. Keyin shunda olib borib suvni tekshirib ko'rib, senga boshqa davo yo'q, mana shu suv davo deb keliniga qayirib berganda. Samarqand professor Mamad Aliyev. Ha shu Jidabuloqda shu kelini dedi, shu suvdan yaxshi bo'lib ketdi dedi. Shunday gaplarni eshitdik. Buni hali aytdingiz-ku, qayerlardandir kelib odamlar vodiylardan kelib olib ketadi. Bovotov deganga vodiydan birov narg'i Bovotovga qarab ketib qolganda qorda. O'tkaylar bo'lyapti voqea. Keyin kechki payt kelib, mana shu yerdan 200 litr suv olib ketdi xuddi vodiyga.